Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim. Allah'a osmonlardagi ve zimindeki nərslər təsbih eytidu. Allah padişahi mutlaqdır. Həmin nuqsanlardan pakdır, g'olibdir, hikmet bilen iş qilg'uchidir. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah ümmülərgə, yani yezişni ve oquşni uqmaydigan ərəblərgə ularning ichidan bir payg'ambarni, yani Muhammed aleyhisselamni əvətdi. O, yani payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ularni gunohlardan pok qildi. Ularga kitobni, yani Qur'onni ve hikmetni. Gerçi ular ilgari ochiq gumrohlikda bo'lsa-mu, ularga kitobni, yani Qur'onni ve hikmetni, yani payg'ambarning sunnatini o'rgatdi. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Hamda payg'ambarni texi ularning zamonida bo'lmagan, keyin keladigan ikkinchi bir qavmga, ya'ni qiyomatgacha keladigan musulmonlarga avatdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligi zamondoshlariga emas, balki qiyomatgacha keladigan kishilarga umumiydir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Mana bu Allah'ның fazlidir ki, onu xalqan adamga berdi. Allah ulug' fazl egisidir. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Tavratni ko'tarishga, yani amal qilishga taklif qilingan. Ondan uni ko'tarmaganlar, yani Tavrat berilgan ve onunla amal qilishga taklif qilingan bo'lsa-mu, onunla amal qilmagan ve hidoyatdan foydalanmagan Yahudilar xuddi kitob yuklangan eshakka o'xshaydi. Yani foydali cho'ng-cho'ng kitoblarni ustiga ortib olgan. Charchashdan boshqa ulardan hech qanday foydalanmaydigan eshakka o'xshaydi. Allohning oyatlarini inkor qilgan qavmning misoli nima degan yomon? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Ey Muhammed, aytqin ki, ey Yahudilar, agar sizlar boshqalarni emas, faqat o'zinglarni Allohning do'stlari deb da'vo qiladigan bo'lsanglar, oxiratning rohatiga tezroq yetish uchun o'limni orzu qilib beqinglar. Agar bu da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Ular qilgan gunohlari tufaylidan o'limni hargiz orzu qilmaydi. Allah zolimlarni bilguchidir. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ey Muhammed, sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'aybni va oshkorni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh sizlarga qilmishinglarni aytib berdi, degin. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey müminler! Cuma günü cuma namazıga azan etilsa, Allah'ını yad etişke, yani cuma kutbusunu anlaşka ve cuma namazını ada kılışka aldırap beringlar. İlim setimini koyup turunglar. Eğer bilsanglar, bu sizler üçün yaxşıdır. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Namaz oqılıp bolğanda, yani namazdan parıq bolğununglardan keyin zimingga tarılıb, yani öz məşğulatınglar bilan bolup, Allah'ның fəzildən tələb qılınlar. Maqsadыңlarga yetiş üçün Allah'ını köp yad etinglar. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ey Muhammed, ular birer ticaretni yoki tamaşını görse, seni öğrü turup, xutba oqiyotgan peting tashlab, uningga, yani ticaretga yugurdi. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, Allah'ның dargohidagi narsa, yani savob va ne'mat tamoshidin va tijoratdan yaxshidir. Allah rizq berguvchilarning eng yaxshisidir.